Davlatimiz rahbari joriy yilning 16 fevral kuni Ramazon oyida ehtiyojmand aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishida yurtimizda Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shiori ostida kompleks chora-tadbirlar asosida o'tkazilishini ta'kidlagan edilar. Ana shu munosabat bilan Yangiariq tumanida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash hamda aholi o'rtasida mehr-oqibat va hamjihatlikni mustahkamlash maqsadida turli xayrli tadbirlar o'tkazilmoqda. Unda keksa nuroniylar, kam ta'minlangan oilalar, nogironlar va mahalla faollari ishtirokida iftorlik dasturxoni yozildi. Soliq qo'mitasi raisi ishtirok qilgan ushbu tadbirda Ramazon oyining inson hayotidagi ma'naviy ahamiyati, xalqimizga xos saxovat va bag'rikenglik an'analari haqida fikr bildirildi. Hammamiz vaqtimiz xo'sh. Sababi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning chiqargan qarorlari nogironlarga, vaqti yo'qlarga, mana hozir katta shu O'zbekistonimizda Ramazon oyida saxovat pesha odamlarga yaxshiliklar qilinmoqda, osh berilmoqda. Men o'zim to'g'rimda aytadigan bo'lsam, yoshim 70'da. Uyimda 2 ta nogironim bor. Prezidentimiz mana shu nogironlarni birinchi o'rinda tutib, ularga katta g'amxo'rlik qilmoqda. Men buning bilan faxrlanaman. Birinchi va ikkinchi guruh nogironim bor. Lekin ularni nogiron deb tashab qo'yganlari yo'q. Davlatimiz neki imtiyozi bo'lsa, hammasidan foydalanib o'tiribmiz. Men prezidentimizga qayta har kuni duo qilaman. Prezidentimizning umrlari uzoq bo'lsin. Shu dunyo turguncha tursin. Bütün O'zbekiston ahli nomidan prezidentimizga 100 yosh tilayman. Mana shu yerda hammangizni ro'zai Ramazon oyi bilan tabriklayman. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik bizlarni qo'llab-quvvatlab, shunday dasturxonlar yozib, iqbol qilib berib turibdigan prezidentimizga rahmat. Bu tinch mamlakatda yashab turibmiz. Hammasiga rahmat. Tadbir yakunida nuroniylar yurtimizda tinchlik va farovonlik barqaror bo'lishi, xalqimiz xonadonlarida doimo fayz baraka hukm surishi uchun duolar qildilar.